Kimingiz bilan ko'rdim. Hurmatli obunachilar, mana bitta drabilkamiz yana yetib keldi egalariga, xudo xolasa. 6,5 kilovatlik alyumin odmotka. Hop, maxavik pichog'i bilan hozir mana setkalarni qo'yib qo'ydik, yem chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Ana bu. Oxiridagi fikrni bildirib yuborasiz, bir intervyu olaman sizni. Bir ishlatib bering. Yaxshiga o'xshayapti. Hozir ishlatib ko'ramiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Xudo xolasa mana ishlatib ko'ramiz degan, hozir natijasini aytamiz yana. Bo'ldi. Ko'ring aka. Bu hammasini sog'ormagan, aka, u chiqarguncha vaqt yo'q aka, kechga. Ko'ring. Hop, bo'ladi. Qolganini keyin o'zingiz ham chiqarib olaverasiz. Xohlasangiz hammasini to'kib. Bismillahirrohmanirrohim. To'kingiz necha ekan o'zi? 196 bor ekan. Bu tobora kamayyapti. Kabinangiz uzunligi hisobiga nima bo'lyapti? Kamroq yarim oborot ochib ishlataverasiz aka buni. Boshi borda ichida. Akalar, oxirida chiqqandan keyin hozir yorma holatini ham ko'rsatib beraman. Bu hozir bu yerga 20 kilodan ko'p 30 kiloga yaqin don to'kildi. Normal holatda tortyapti, agar nagruska olsa to'k kamayib ketib qoladi. Nagruska olsa to'kingiz sekin pastga tushib boraveradi-da. Bu hozir normal holatda ketyapti. Normal holatda. Hurmatli obunachilar, mana tortyapti. To'kimiz o'zgarishsiz, agar mabodo nagruska olsa to'k kamaygan bo'lardi. Bu, например, 25 kilo bormidi? Yo'q, 20 kilo bor. 20 kilolar bor edi. Bir 4 minut bo'ldimi, 4 minut? Bir 5 minut. Hozir oxirida yorma holatga aylangandan keyin ham qopni ochib ko'rsatamiz. Ozgina qoldi, bir 4 kilo atrofida bo'lsa kerak menimcha. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa yorma holatda chiqarib bo'ldik. Mana shuni o'zi ham bo'ladi. Yaxshi. Kepak holatga olib kelib qo'ydim. Kepak holatda. Kepak holatda mana shu ham yaxshi. Bu sizlar pishirib berasizlarmi, sepib Yo'q, berasizlar? biz sepib beramiz-da. Shuning uchun maymi kerak bizlarga. Hozir bundan ham mayda setga qo'yib olsangiz un qilib beradi, lekin bu darajada tez o'tkazdirmaydi. Lekin mana shu ham bo'ladi, yaxshi mana shu. Bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki nimalari yo'q-da, mana bunday bug'doyni yarimtasini o'tkazmagan. Shunday, ha. Setgan tepasi ochilib qolmasa bo'ldi, o'tkazdirmaydi bu. Mana ya, bo'ladi mana shu ham. Mana shu ham yaxshi holat mana shu. Ya bo'ladi. Endi bu ayting, odamlarga tavsiya qilasizmi? Yo'q, tavsiya qilamiz. Yaxshi ekan mana. Isboti bilan ham yaxshi bo'ldi. Mana ko'rib turibmiz mana. Oldimizda bu bo'lgan narsa mana. Yaxshi, yomon emas. Endi nasib bo'lsa, Xudo xolasa uzoq vaqt ishlab bersa, biz Xudo xolasa. Siz ko'nglingizni to'g'ri qilsangiz bo'ldi, uzoq vaqt ishlab beradi. Ha, endi to'g'ri qilamiz deydi. Ya, Pulga o'g'amizdan keyin. shunaqa odamlar bor bu. Hech narsadan ko'ngli to'lmaydigan odamlar bo'ladi-yu. Imini o'shalarga yomoni tushaveradi-da. Yo'q, bizlar Hali Xudoga tavakkal, men ishlataman degan odamga yaxshisi tushadi. Oldik uka. Nasib bo'lsa, uzoq yillar bizga xizmat qilsin uka. Sizga ham mana ishlaringizga Xudoyim taolo quvvat bersin. Yaxshigina endi xizmatini qilib mana Aytganingiz uzoq kelsin. yo'llardan yurib, mana qarang, bizada uzog'imizni yaqin qilib, mana shundaygina yilda xizmatini qilib yuribsiz. Albatta. Rahmat bu. Ishingizga baraka bo'lsin uka.
Hurmatli obunachilar, biz hozir Qashqadaryo viloyatini Kitob tumanida Ayoqchi qishlog'idamiz. Mabodo agar kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akalar, dastlabki xizmatimiz bor, yetkazib olib borib beramiz. Akalar, bu drabilkamizni narxi 2.800.000 so'mga yetib kelyapti bu yergacha. Aloqaga chiqib qo'yasizlar, hammaga omad, sog' salomat bo'lasizlar.